Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan eng foydali ne'matlardan bo'lgan quyosh nuri haqida gaplashamiz. Buning uchun biz albatta Telegram kanaliga kirib, u yerdagi maqolani ko'ramiz. Bu yerdagi maqola, demak, quyosh nurini foydalari eng arzon va eng kuchli dori degan maqola bor ekan. Shuni ko'ramiz. Demak, bir voqea bilan boshlanadi maqola. 15 yoshli bir bemor juda ham qon saratoni degan bir juda ham og'ir kasallik bor. Shu kasallik bilan shifoxonaga yotqiziladi. Shunda uni o'pkasida zamburug'li infeksiya ham bo'ladi. Shifokorlar aytadiki, umid yo'q. Endi apparatdan uzib, endi o'limni kutishi tavsiya qilishadi. Shunda bola bitta narsani so'raydi, quyoshga chiqishni. Ular quyoshga uni olib chiqib yotqizib qo'yishadi. 60-70% infeksiya ikkinchi kunning o'zida yo'qolar ekan. Shu quyoshga chiqishidan keyin 60-70% infeksiya yo'q bo'lar ekan. 5 kunga borib to'liq yaxshilanish kuzatilar ekan. Ajoyib voqea. Buni Dr. Rogers so'zlab berar ekan. 6 hafta va 2 kun, 6 hafta shifoxonada davolanish, kuchli dorilar, sekin natija. Ya'ni 6 haftada hech qanaqa natijaga deyarli erishilmadi. Lekin 1-2 kunda ochiq havoda quyosh nuri bilan xarajat ham qilinmasdan juda ham zo'r natijalarga erishildi. Qaranglar, Alloh subhanahu va taolo bizga bergan ne'mat. Endi New Start ga keladigan bo'lsak, New Start bu sog'liqni 8 ustuni deb aytilyapti. Bunda demak, N bu nutrition, ozuqa. Demak, shu narsalarga e'tibor berilsa, biza inshaalloh sog'lig'imizga to'liq e'tibor berdik desak bo'ladi inshaalloh. Demak, ozuqaga e'tibor berishimiz kerak. Ikkinchisi exercise, mashqlar. Kunlik demak, kamida 1 soat mashq qilish yoki 1 soat yurish. Uchinchisi suv, mineral suvlar, endi agar imkon bo'lsa albatta. Lekin ya'ni bu yerda aytilayotgani suvni sifati ham sog'lig'imizga juda ham katta ta'sir qilar ekan. Mana S bu yerda quyosh nuri, sunlight. Demak, quyosh nuriga chiqib turishimiz juda ham zaruriy hisoblanadi agar biz sog'lom hayot kechirmoqchi bo'lsak. Demak, temperance, tiyilish. Demak, hamma narsani me'yor haqida ko'p gaplashganmiz. Maqolalarda ham kelyapti me'yor haqida. Muhimi me'yor bo'lishi albatta. Havo, demak, toza havo juda ham foydali, bizga juda ham kerak narsa. Rest, dam olish, demak, uyqu buning ichiga kiradi. Kuniga kamida demak o'rtacha 6 soat, 8 soat uyqu va ishonch, trust, ya'ni ishonch, iymon. Shu narsalarni agar biz hammasini yo'lga qo'yib olsak, Alloh izniyle bilan sog'liq haqida inshaalloh muammo bo'lmas ekan bizda. Sunlight, quyosh nuri, S. Quyosh nuri nima uchun uni hech narsa almashtira olmaydi? Demak, shunaqa savol berilibdi. Demak, vitamin D quyoshning o'rnini bosa olmaydi. Biz vitamin D3 ichsak bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan tushuncha bor, lekin quyosh o'rnini bosa olmas ekan. Quyoshga chiqmasam ham bo'ladi, vitamin D ichaman. Aslida melatonin gormonning to'g'ri ishlashi. Demak, melatonin gormoni to'g'ri vyrabotatsiya qiladi, to'g'ri ishlab chiqariladi quyosh nurida. Ko'rish qobiliyatining yaxshilanishi, ko'zga demak juda ham foydali ekan quyosh. Ayniqsa ertalabki quyosh, shu narsani eshitdim. O'sha ertalab quyoshga qaralganda Alloh o'zi bilan ko'zimiz nuri yaxshilanar ekan. Tana bioritmining sozlanishi. Bularni sizlarga vitamin D3 ni o'zi bermaydi. Kapsulalarning hech birini takrorlamang. Demak, raqamlar nima deydi? Deraza yaqinidagi bemorlar shifoxonalar derazaga yaqinroq yotgan bemorlarning tuzalish foizi yuqoriroq bo'lgan ekan. Ajoyib. Derazaning oldiga qo'ysa tezroq tuzalib ketyapti, derazadan uzoqroq bo'lgan sekinroq tuzaladi. Bu sabab demak quyosh. 30 ming ishtirokchi quyosh nurida ko'p yuradiganlar orasida saraton va yurak qon tomir kasalliklari eng past darajada qayd etilgan. Demak, eksperimentlar o'tkazilgan 30 mingta odam orasida kimki quyoshda ko'p yuradigan bo'lsa, ular demak ancha sog'lomroq yashar ekan. Quyoshdan butunlay qochish ham o'zi bir xavf omili deb aytilyapti. Quyosh nurining yarmini biz ko'rmaymiz. Demak, infraqizil nurlar, demak 50%,
ko'rinadigan yorug'lik 43%, ultrabinafsha 5%. Infraqizil nur ko'zga ko'rinmaydi, lekin to'qimalarga chuqur kirib boradi va organizmning ichki jarayonlariga ta'sir qiladi. Bizga shu infraqizil nur kerak. Teriga qorayib beradigan ultrabinafsha nur esa umumiy nurlanishning juda kichik ulushi. Biz butun foydani ko'rinmas qismidan olamiz. Demak, bizga shu infraqizil nurlar juda ham kerak. Endi uni qachon olamiz desak, ertalab quyosh past turganda infraqizil maksimal, ultrabinafsha minimal. Tushunarli, ertalabdan demak harakat qilishimiz kerak. Ertalab qochirib olishimiz kerak emas. Shuning uchun ertalabki baraka deb juda ko'p aytiladi. Ertalab quyosh endi chiqqanda o'sha energiyani olish kerak Alloh izni bilan. Kunduzi demak quyosh tik turganda UV kuchli, ultraviolet soyada yurgan yaxshi bu payt yoki qisqa vaqt quyoshga chiqiladi juda ham. Kechqurun yana ideal vaqt bioritmni yakunlaydi. Kechqurun ham sayrga chiqsak bo'ladi quyosh botayotganda. Eng qulay ertalab va kechqurun. Bular quyosh o'rnini bosmaydi. Demak, deraza. Zamonaviy derazalar infraqizil nurni o'tkazmaydi. Deraza ostida o'tirish tashqariga chiqish bilan teng emas. Deraza bor-ku, ofisda o'tiribman-ku degan narsa o'tmas ekan, demak, imенно quyoshga chiqish kerak. LED lampa, hozirgi LED lampalar infraqizil spektr umuman yo'q. Eski cho'g'lama lampalarda bor edi. Eski sap-sariq bo'lib turadigan lampalar unda hatto qanchadir infraqizil nuri bo'lgan ekan, hozirgilarda yo'q ekan. Qizil nur jihozi, infraqizil nur jihozi bunaqadan men sotib olganman. Foydali deb bilaman uni o'zim. Juda ham ko'p bu haqida izlanishlar bor. Bu haqida yana video qilamiz inshaalloh. Ijobiy ta'siri tasdiqlangan, ammo faqat qo'shimcha vosita, asosiy manba emas. Bo'ldi, men apparat olib qo'ydim-ku, uyda o'sha infraqizil nurda o'tiribman-ku degan narsa yetmas ekan. Biz nima qilishimiz kerak? Ko'chaga chiqishimiz kerak. Issiqlik ham ishlaydi. Haftasiga 4 marta saunaga boradiganlar qoyil, lekin 4 marta ham saunaga boradi, boshqa qilgan ishi yo'q odam. Lekin ochiqchasi 1 martaga hatto 1 marta saunaga borishni yo'lga qo'yishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni o'zim shuni qilyotgandim yaqin kunlargacha, endi hozir yana sal pauza bo'lib qoldi. Endi xudo xolasa davom ettirish niyatim bor. Haftada 1 marta boradiganlarga nisbatan yurak qon tomir kasalliklari darajasi ancha pastroq. Sauna masalasida yana alohida video ham qilsak bo'ladi. Bitta professor eshitgandim, 70 yoshlardami, haftasiga 2 marta saunaga boraman deydi. Hech qanaqa muammoim yo'q deydi. Ya'ni 2 marta, endi men qo'limdan kelgancha 1 martaga harakat qildim. Hozir shu ham endi to'xtab qoldi. Lekin kamida 1 marta borish tavsiya qilinadi. Asosan erkaklar uchun. Ayollarda, yoshi katta ayollar, demak 50 dan tepasi sauna tavsiya qilinmas ekan. Buni yana ko'rib chiqamiz inshaalloh. Quyosh nuri ham hammom ham bir xil mexanizm, issiqlik. Bir kun tabiat, 7 kun ta'sir. Qoyil. Alhamdulillah, bir kun siz ko'chaga chiqasiz, demak tabiat o'tkazilgan bir kunning ta'siri taxminan kun davom. Haftasiga bir marta bog'ga, tog'li bo'ylariga, suv bo'ylariga, chashmalar oqib turgan joyga borilsa, bu 7 kun ta'sirini, ya'ni o'zini ko'rsatar ekan. 93% o'rtacha zamonaviy inson vaqtning shu qismini 4 devor ichida o'tkazadi. Ya'ni tasavvur qiling, 93% vaqt bir haftani agar olib qarasak, 93% vaqt biza 4 devor ichida o'tkazayotgan ekanmiz. Achinarli holat. Ko'proq ko'chaga chiqishni endi tavsiya qilyapti. Kunimiz qorong'i, tunimiz yorug'. Xona ekran sun'iy yorug'lik, quyosh nuri deyarli 0. Demak, kunduzi quyosh nurisiz biz faqat sun'iy nurlardan foydalanyapmiz. Miya aytadiki, hali ham tong otmadi. Demak, quyosh ko'rmaguncha balki miya uyg'onmagandir yetarlicha. Tunda telefon, yorqin lampa, miya ritmi chalkashadi. Yotoqxona uchun ideal, to'liq qorong'ulik. Kechqurun esa tunda bo'ylaydi. Shunda miya chalkashib qoladi, uyquda ham muammolar paydo bo'ladi. Melatonin qo'shimchasi kunduzi quyosh nurini olish bilan aslo teng emas. Bitta melatonin qo'shimchasini ichaveraman, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deysham, demak bu to'g'ri yondashuv emas ekan. Bundan boshlang, uyg'ongach 20-30 daqiqa tashqariga chiqing. Buni o'zim harakat qilaman qilishga, chunki bemalol tavsiya qila olaman. Kuniga kamida 2 marta ertalab va kun botishida. Buni ham qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Kun ertalab aniq chiqilyapti, alhamdulillah, yugurishga chiqilyapti. Примерно 1 soatcha. Tushlik yoki suhbatni ochiq havoda o'tkazing. Why not deydi inglizchasiga. Nimaga bunaqa qilishimiz kerak emas? Albatta, qo'ldan kelgancha men даже eshitdimki, juda katta uspешный biznesmenlar strechani yurib o'tkazishar ekan. Parkdami bir yurib o'tganda
suhbat qilishar ekan. Bu bekorga emas, chunki ofisda ko'p o'tirib olinyapti. To'rtinchisi, yotishdan 1-2 soat oldin yorqin ekranlarni kamaytiramiz. Buni o'zim qilishga hali harakat qilyapman, uddasidan chiqa olmayapman. Ba'zan qarab qo'yapman telefonimga yoki kompyuterimga, lekin bu aqlimda bor, ya'ni zametkamda bor. 1 soat, 2 soat oldin ekran to'xtatilishi kerak. Yotoqxonani to'liq qorong'ilashtiring. Buni amalga oshirdim, alhamdulillah. Amazondan o'sha qoraytiradigan pardaga o'xshagan narsa sotib olib, nimaga oynaga yopishtirib qo'ydim. Xona qop-qorong'i, ya'ni mashalloh. Boshida qiynaldim uxlashga, lekin buni uddalasa bo'lar ekan. Haftada 1 marta tabiatga, bog', tog', daryo, cho'l qatga bo'lsa ham tabiatga chiqish kerak. Endi depressiyani kamaytirishning eng yaxshi yo'li Allohga tavakkul qilishni o'rganish. Mashalloh. Demak, depressiya bu tushkunlik holati, ko'pincha o'sha tavakkal bo'lmaganda xavotir, qo'rquvlar, oldingi o'tmish haqidagi g'am tashvishlar ko'payib ketib qolar ekan. Kechirimli insonlarda ruhiy tushkunlik kamroq kuzatiladi. Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lish esa insonni boshqalarga nisbatan kechirimliroq bo'lishga undaydi. Kechirimli bo'lishimiz kerak ekan va Alloh haqida yaxshi umidda bo'lishimiz kerak ekan. Alloh haqida yaxshi gumonda, yaxshi umidda bo'lgan inson boshqalar haqida ham yaxshi gumonda, yaxshi umidda bo'ladi va ularga nisbatan kechirimli bo'lar ekan. 20-30 daqiqa, demak, bugun bitta ish qiling, amaliy bo'lsin. Bu olingan bilimlar, ya'ni 20-30 daqiqa tashqarida yuring. Ya'ni kunimizni 20-30 daqiqa bo'lsa ham yurishga ajratishimiz kerak. Ertalab yoki kechqurun telefonsiz, juda ham muhim masala. Bu eng arzon va eng oson dori deyilyapti. Qaranglar, bizni Alloh subhanahu va taolo bizga bergan ne'mat, quyosh ne'matidan foydalanmaymiz-da, keyin kasal bo'lib qolgandan keyin qimmat-qimmatga dorilar olib, uje uni ichishni boshlaymiz. Lekin profilaktika maqsadida, ya'ni o'zimizni sog'lom bo'lishimiz uchun vaqtida ko'chaga chiqib harakat qilib yursak, o'sha cho'nchagimizga ham foyda, o'zi umuman sog'lig'imizni yaxshi bir me'yorda turishiga Alloh o'zi bilan erishsak bo'ladi biiznillah. Xo'p, sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lganimiz shular bugungi. Endi bu yoqda berilayotgan maslahatlar bor-ku, 6 ta maslahat. O'shalardan ko'pini qo'ldan kelgancha o'zim amal qilishga harakat qildim. Endi aytilgan ekan, bir inson amal qilib gapirsa, uni gapi ta'sirliroq bo'ladi deb, shuning uchun harakat qilman o'zim shu aytilayotgan gaplarga amal qilishga. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lganim shu. Salomat bo'lasizlar.